qarzimiz $5000 yaqin pulida. Bu 10 yil oldin juda ham qadrli pul bo'lgan, katta pul bo'lgan. Uni hattoki o'sha kimdandir so'rab turishga, kimdir yordam berib, onsoron yashashimizga yordam bera oladigan pul bo'lmagan. Kundan kunga o'sha qarz berish kerak bo'lgan muddat yaqinlashib kelaverardi. Lekin bizani topishimiz o'sha har doimgidek o'sha oylik maoshimiz edi. Turmush o'rtog'im Axranada ishlardilar, 350 ming daromad olardilar. 100 ming so'mdan ikkita farzandimizning bog'chasiga pul to'lardilar. 3 xonali kvartiramizni o'sha 150 ming so'm kvarplatasi bo'lardi va qo'shimcha qatqadur konditsioner ustanovka qilish kerak bo'lsa yoki kuniga 10 ming so'm bo'lsa ham arendaga mashina haydab tirikchilik qilardilar. Meni daromadim 450 ming so'm bo'lardi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganim uchun. Bor yo'g'i o'sha daromadim $100gina pul bo'lardi. $100 pul qo'yardik, lekin o'sha yerda ayolligim esimdan chiqardi. Bilasizlar, ayollarga nimalar kerak emas deb savol berganda ayol kishiga hamma narsa kerak. Kosmetika deysizmi yoki bir o'zini kayfiyatini ko'tarish uchun shirinlik deysizmi yoki egniga bittagina kiyim yil 12 oyda ustimga faqatgina maktabda jismoniy tarbiyadan dars berardim. O'sha bittagina formam bo'lardi. Undan nolimayman, lekin o'sha paytlarni hozir eslayman. Yozda o'sha sportivkani ustini yechib oq futbolkada yurardim, qishda o'sha sportivkani ustini kiyib yurardim. Oyog'imga ham qishda ham yozda ham udobniy bo'lsin bittagina krossovka olardim, chunki qalin krossovka olsam yozda kiya olmasdim. Yuqoroq krossovka olsam qishda qo'sha paypoq bilan kiyishga ham nima deydi, to'g'ri kelardi, majbur bo'lardim. Turmush o'rtog'imga shu narsani olib bering deb aytgim kelardi, lekin imkoniyatimizni ko'rib turganim uchun o'sha narsaga botin olmasdim. Imkon darajasida sharoitimizdan kelib chiqqan holatda bitta kiyimda o'sha kerak bo'lsa o'sha qarindoshlarim uyiga birovga ko'rishga borganimizda ham faqat o'sha bitta kiyimda borishga harakat qilardim. Hattoki uyim uchun ham hech qachon uyga kiyish uchun kiyim olmaganman. Shu yoshga yetib kiyim almashtirib kiyishga ham kiyimim bo'lmagan. O'sha ishdan eskirgan kiyimlarimni faqatgina uyda kiyardim. Bu menga juda ham qalbimga og'riqli zarba berardi.